Assalomu alaykum qadrdon tomoshachilar. Ko'rishingizda Medipol universitetida festivalimiz davom etyapti. Biz O'zbekiston davlatiga keldik. Siz o'zingiz haqida tanishlik bersangiz. Assalomu alaykum. Men Medipol universitetida psixologiya o'qiyman. O'zbekiston stendimizga xush kelibsizlar. Xush bulduk. Siz Medipol universitetini birinchi marta kelib, birinchi marta shunaqa festivalga qatnashyapsizmi? Bu men ikkinchi marta qatnashishim. Har doim juda ham ko'p festivalga qatnashganman, lekin Medipol har doim eng zo'ri. Siz ikkinchi marta bo'lsa, o'zingizga tajriba qilgandirsiz. Nimalar o'rgandingiz? Festival haqida bir aytib biljay o'rgangan, sizni hayronga tushirgan nima bo'ldi? Juda ham bunaqa festivalni yaxshi ko'raman, chunki har xil millatlar, safofalarni ko'ramiz, har xil yangi narsalar o'rganamiz. Menga eng yoqqani har bir davlatda o'zini har xil taomlari, kiyimlari, milliy qadriyatlari juda ham go'zal va har bitta davlatdan juda ham chiroyli narsalar o'rgansak bo'ladi. Sizni hayronga tushiran qaysisi? Ovqatlarmi yoki liboslarmi sizni xos hayronga tushirdi? Eng hayratga tushirgan bu raqslari. Raqslari. Hangi davlatda raqsga hayronga tushirdi? Menga Turkmanistonda raqsi. Turkmaniston. Biz ham Turkmanistondan qo'ng'shi davlatlar. Biz ham Turkmanistonning raqslarini beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Şu an biz Türkiye'deyiz. Peki Türkiye'nin kültürünü nasıl buldunuz? Türkiye'nin kültürü de çok güzel. Çok güzel. Güzel mi? Arkadaşlarım da söyleyebilir, benden daha çok yıl buradalar. Türkiye'de hangi kültürü en çok beğendiniz? Türkiye'de onların da raksın diyebilirim. Çok güzel, evet. Tamam. Teşekkür ederim. Siz neden Medipol Üniversitesi'ni seçtiniz? O'zimga yoqqani uchun, birinchi bo'lib o'zimga fakultetimga to'g'ri keladigani uchun tanlagan. Hangi fakültede okuyorsunuz? Biznes fakulteti, ekonomikada o'qiyman. Okulu bitirishdan sonra O'zbekistonga ketib ishlamoqchimisiz ya da Türkiye'de mi? Endi Xudo xolasa uyga bormoqchiman. O'sha yerda keyin nasib bo'lsa dal olib boramiz ishimiz. O'zbekistonning hangi shahrindansiz? Men Buxorodanman. Buxoroliman. Siz qaydan? Men Toshkent shahri. Toshkent. Toshkent bo'ladi, Toshkent. Toshkentning eng знаменитый ovqatini aytib bilasizmi? Osh albatta. Osh. Sizni en hayron keltirgan Turkiyadagi hayroningiz bormi? Albatta, bu Turkiya davlat hisoblanganimiz bilan Turkiya davlat bo'lgani bilan, lekin juda ham har xil kultur farqlarimiz bor. Til haqida, an'analarimiz, kiyim, shu meni hayratlantirdi. Turkcha o'rganarkan qiyinchilik chekdingizmi? Hamma narsani qiyinchiligi bo'lganda, albatta bunda ham bo'ldi. Size okulunuzda başarılar dilerim. Ne arzunuz varsa, hayalleriniz varsa kavuşmanızı dilerim. Burada da iyi eğlenceler dilerim. Sizlere rahmat. Biz bilen interview verdiğiniz için. Medipol Üniversitesi'ne teşekkür ederiz ve Alezim Konstantin firmaya teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Medipol Üniversitesi'nin şöyle güzel etkinlik geçirdiği için ve böyle Özbekistanlarla çok güzel interview verdiğiniz için size de teşekkür ederim. Güzel zaman geçirin, güzel eğlenin. Başarılar size dilerim. Size de. Sağ olun. Rahmat. Alazine Consulting.